Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun biz 20-aprel 2025-yil sanasida Imon nodavlat notijorat tashkiloti bilan yengil atletika bo'yicha Ozarbayjon shahrida o'tkazilayotgan sport musobaqasiga boryapmiz. Down sindrom bolajonlarimiz bilan birgalikda inshaalloh bolajonlarimiz omadini bersin. Zafarlar, muvaffaqiyatlar quchib kelishligini Allohim nasib aylasin. Barchalaringizga omad, kunlaringiz xayrli o'tsin. Hozir Imon nodavlat notijorat tashkiloti bilan Toshkent Islom Abdug'aniyevich Karimov nomidagi xalqaro aeroportga boramiz. Barchalaringizga rahmat. Kuzatishda davom etinglar. Kunlaringiz xayrli o'tsin.